Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhin Sahih Bukhari namlı hadis kitabıdaki dersimizin devamında bugün vahiyniki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a qandaq başlanğanlıq haqidagi babda to'xtalib o'tamiz. Bugün biz 5-ci hadisdə İmam Bukhari bizga mundaq deydi. Bizga Musa ibn İsmail hadis so'zlab bergan edi dedi. Bu Musa ibn İsmail undaqda İmam Bukhari'nin ustazi. Bu adamniki kunyasi Ebu Selime Tabzuki degan nom bilan mashhur. Bu adam şu Abbasilar davridagi destek bosqichlarida tug'ilgan. Bular Abu Ja'far al-Mansurniki zamonida. Bu kishi bilan ayt ko'p hadis rivoyat qilgan taniq muhaddislarniki bir davrdagi. O'zi ko'p tabiinlardan hadis rivoyat qilgan. Ayni vaqtida mesela Abdullah ibn Mubarak o'xshash kishilardan. Bu adamdan hem de İmam Bukhari, Ebu Davud, mesela Yahya ibn Ma'in, Ebu Zur'at el-Razi qatorliq şu öz zamanısınki ait meşhur hadis olimleri bu adamdan hadis rivoyat qilgan. Bu adamning qarta ulamolarniki turli baholari bo'lib, ait yaxshi baholarni bergan. Ishonchli odam, Basrada biz uningdek odamni ko'rmagan edik degan edi Abu Hatim el-Razi. İmam Zahabi rahmetullahi alayhi bu adamni sifatlab, ishonchlik mazmut odam deb sifatlagan bo'lsa, Yahya ibn Ma'in degan dongli hadis olimi bu odam ishonchlik omonatdor odam degan sifatni bergan. Bu odam Hijriyaniki 223-yil Rajab oyida Basrada olimdan o'tgan. Bu odam deydi hamda bizga Abu Avana degan kishi hadis so'zlab bergan edi deb shundoq deydi. Undaqda Abu Avana degan kishini kim o degan vaqtda bu adamning ismi Vaddah ibn Abdullah el-Yashkuri. O'zi tabiinlardan. Bu odam o'zini ait ishonchlik hofizlardan. Hofiz degan bir sifat hadis ilmida, hadisni ait ko'p yodlagan, mazmut, ishonchlik odamlarga beriladigan bir javob. Bu odamniki shu 6 ta mashhur hadis kitobi bor. Shu kitoblarniki hammasidek asosan bu odamning rivoyat qilgan hadislari mavjud. Bu adam mesela aynı vaqtdagi İslam işgaliyat harekatlarida Jorjandan, İrandan esir elingan urushda keyin shu o'ziki xo'jayinniki qo'lida yaxshi tarbiyalanib, yaxshi o'qib hadis ilmi bilan mashg'ul bo'lgan. Keyin Basrada o'lib ketgan. Hijriya 176-yil Basrada o'lib ketgan. Bu adamning ait ko'p ustozlardan, tabiinlardan hadis rivoyat qilgan bo'lsa-mu, bu adam dimmi ham shundaqla jiq kishilar hadis rivoyat qilgan. Undaqda ko'p odamni ustoz tutgan va ko'p odam bu odamni ustoz tutgan bir buyuk ayni vaqtdagi hofizlardan undaqda. Bu odamga ulamolar hamda turli baholarni bergan. Bu odamga berilgan baho nihoyatda yaxshi. Masalan, Abu Zur'at el-Razi mashhur hadis olimlaridan. Bu odam o'zining kitobidan hadis bayon qilsa, buni o'zining yozgan kitobidan demakchi-da. Buni ishonchli deb shundoq degan. Abu Hatim el-Razi bo'lsa, bu odamning yozgan kitoblarida to'g'ri, xato yozilmagan deb shundoq degan. Bu odam rostchil, ishonchlik deb menga palon pustani hadis olimlaridan bu odam menga sevimliroq degan. Uningdan boshqa Yahya ibn Xatto degan kishi hamda Abu Avana o'zining kitobidan, o'zining yozgan kitobidan so'zlab bersa, Shu'bining yodlagan hadislaridan menga yaxshi deb sifatlagan. Undaqda bu odamni xili ulamolarning bahosiga erishgan bir ishonchlik ulamolarning biri. Hamda bu Abu Avana degan kishi mundaq deydi. Bizga Musa ibn Abi Aisha degan zot hadis so'zlab bergan edi dedi. Bu odam hamda Musa ibn Abi Aisha o'zi shu Kufilik odam. Kufilik bo'lib, shu o'z zamonisidagi nihoyatda dongli olimlardan ham zohid obidlardan. Bu adam Said ibn Jubayr qatorliq mashhur ayni davrdagi ulamolardan hadis rivoyat qilgan. Bu adamdan ko'p Ibn Uyayna deymiz, Sufyan as-Savri deymiz qatorliq ulamolar hadis rivoyat qilgan. Bu adamda Ibn Uyayna degan dongli olim shundoq deydi. Men davomli ko'rsam Allohning zikr qilgan holatni ko'ratdim deb shundoq deydi. Bu adamniki bir qo'shnisiniki degan so'zda ayni vaqtida beshimni ko'tarsamlam, qarsam namoz o'qigan holatni ko'ratdim degan. Undaqda bu odamga berilgan bu baholarga nihoyatda yaxshi baholar berilgan. Endi bu odam deydi, bizga Said ibn Jubayr hadis so'zlab bergan edi deydi. Endi Said ibn Jubayrniki hayoti nihoyatda ko'p azobli hayotga to'lgan bir hayot. O'zi ayni vaqtdagi nihoyatda dongli qori, tafsirshunos, hofiz, ya'ni bu hadis ilmidagi berilgan nom. Ebu Muhammed yoki Ebu Abdullah degan kunya bilan mashhur. Bu odam
Hijriye 46 yıl tug'ilib, Hijriye 95 yili ölüp ketken. Demek bu adam 50'ninki qarsını almagan ahvalasida ölüp ketken. Öz tabi'in nayet takva. Öz alim adam. Bu adam şu Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Ömer, Ayşe anımız qatarlıq sahablardan okugan. Ondan sonra bu adam ki Kupe'de yaşayıp Kupe'da muşulardan ügengen ilimni şöyle takatkan. Bu tabi'illah işideki nayeti kattı büyük ulema. Öz zamanındaki imamı. Bu imam yerdeki gep mescidden imam emez. Bir ilim ulemaları, ehli ilimleri verilgen şu vaxtdaki büyük namemde. Birak bunu Haccac ibn Yusuf Sakafi öldürüp etken. Bu zat Haccac'a karşı çıkıp aynı vaxtda Haccac'dan şu boysunmagan. Hem de Haccac'dan ait köp zalimlikini bilgendikken. Keyin hem de bu adam Haccac tutuş buyruq çıkarıp bu adam kaçıp Esbahallada, İral'da jürep hazırkı Paris memleketlerde. Kim şu Mekke'ye kelip şu Mekke'den ait Medine'de Mekke'den ait yoşurun jürgen bu adam. Vaxtdaki şu Hicaz'dan ki valisi Halid ibn Abdullah kişi bu kişini tutup Seyyid ibn Cübeyr'ni bunun iki dostu Atay ibn Ebi Rabah Dinar qatarlıq şu vaxtdaki büyük alimlar. Bular hem de zulüm karşı, Haccac karşı isyan götürgen bununki zulmün qabul qılmagan büyük ulema adamda. Yani ulemalar her zaman da özünki haqqını sözge vaxtida bu çoxum azap uçuraydı. Buların azap uçuruşu bir haqiqatniki bir ma'lum bir ifadesi hem de. Bu Haccac'dan qaşaq bağan bu kişi şu özü tutuqlanıp şu Haccac'daki aldıda sorak tatılgan. Haccac'lar nayet nurgun münazirler bolap Haccac bu kişiga nayet gep tep beremey özünki haqiqi meydanında ayet köp turup mal dünya bilen mensep bilen aldaş usulunu kullangan bolsa bu adam yana mal dünya aldanmagan. Hem de Haccac'ınki bu xilma-xil qiziqtirişleri kemmigendikken ahire boysunmaymış şu Haccac öldürüp etken. Bu öldürüp etken aletlerine ait bek adamның diqqatini çektiğen sözler kılınan bu arlıqta. Lekin bu adam şu ölüp gittiği vaxtida Haccac'ınki zeyne dua qilgan. Ey Allah, menden kim bu bir adamni o'ltamsin hamda onu bir adamga musallat qilmag'in deb dua qilgan degandek bu bir necha oyga bormay Haccac'mi o'lgan. Bu adamni Allah'ın zikr qilgan holatda ölüp ketgan meşhur büyük tabi'illardan. Bu kişi hem de Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhu'da rivayet kılıyor. Abdullah ibn Abbas peygamberimizdeki ciyani Hazreti Abbas ibn Abdülmuttalib'deki oğlu. Bu kişi Tayyip'te ölüp ketken. Bu kişinin tercümalımı burunqi derslerde çıktı. Abdullah ibn Abbas hem de tövendeki ayette tefsir kılış jarayanidagi mezmunlarni so'zlatdi. Bu Sura Qiyominiki 16 oyatida bu oyatda Estaizu billah la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Buniki mezmuni vahiy jarayonida oldirab tilingni mildirilab ketma, mildirilib ketma degan xitob payg'ambarimizga deyilayotgan xitob bu hamda. Hamda Abdullah ibn Abbas şu arlıqda mundaq deydi. Payg'ambar alayhissalatu vassalam Kur'an tushgan vaqtida vahiy tushgan vaqtida esig elevilish uchun qattiq urinib ketadi deydi. Pilishib naytlik bir xil jiddiylik holat bilan. Hatto o'ziga ikki qalbini nayt ko'p medriltib ketadi. Hamda Abdullah ibn Abbas shundaq deydi. Men sizlarga payg'ambarimiz medilatgandek mediltib beray deb mediltib berdi. Qanday medilatganligini masalan. Seyyid ibn Cübeyrmi şu hadisni rivoyat qilib mundaq deydi. Men Abdullah ibn Abbas'ning ikki qalbini qandaq medilatganligini ko'rgan shaklda medilatib beray sizlarga deb bu odammi o'zining shogirdlariga ikki qalbini medilatib berdi. Nəhayət tiz bo'lish kerak-da. Allah Taala şu vaqtida tövəndiki oyatni tushirdi. Qur'onni esingga elib olish uchun oldirab, tilingni bek medilatib ketma. O Qur'onni biz sana o'qib, uni biz sana jo'g'lab beramiz. Ya'ni seninki qalbingga biz o'rinlashtiramiz dedimdi ba'da. Şu vaqtda sen o'qiy olaysan dedi. Bu payg'ambarimizga qilinayotgan xitobda biz o Qur'onni o'qib bergan vaqtimizda yani Cibril'ninki o'qishiga ergishib o'qigan dedi. Shuni bilan Abdullah ibn Abbas bu so'zni mundaq tafsirlayapti-da. O Cibril'ninki o'qigan holatiga quloq sag'in jim tug'in deb sifatladi, tafsir qildi oyatni.
Andın summe inne aleyna bayana. O Kur'an'ı okup boğandan keyin onu tushundirish bizning majburiyatimizdir degan oyatni bundaq tafsir qildi-da. O Kur'an'ı seninki o'qishingga biz kapolatda degan mazmunda tushundirdim-da. Şu vaqtida Peygamber aleyhissalatu vesselam mesela bu ayet düştüğün burun elikdek kalpıkının ayeti ciddileşkendek alette bek mediriltip bek urunup kıp ketken bolsunmu ma ayet düşkendin ki Peygamber aleyhissalatu vesselam Cibril aleyhissalatu vesselam vahiy edip kelgen vaqtida nayet jim kulak salatdı deydi. Cibril emdi vahiyni sözlep bulup ketkendin ki Peygamberimiz Cibril okugan şekilde şu pette okup beretti deydi. Demek bu şumu Peygamber aleyhissalatu vesselam'niki şu vahiy edip kelgen vaqtki jarayanlardaki xilma-xil Peygamberimizniki psixikalik holatları hem türlük şu vahiyni qabul qilish jarayonidagi Rasululloh'niki hem de jafolarimi aks etilgan bu hadislarda. Ve sallallahu ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.